Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Pensiyalar nima sababdan to'xtatilishi, kimlarning pensiyasi vaqtincha olib qo'yilishi yoki kamaytirilishi mumkin. Yangi qoidalarda pensionerlar nimalarga albatta e'tibor berishi kerak. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har birimizning uyimizda ota-onamiz, bobo-buvimiz, nogironligi bo'lgan yaqinimiz yoki boquvchisini yo'qotgan oila a'zomiz bor. Eng xavfli joyi shundaki, ko'pchilik pensionerlar pensiya to'xtatilishini davlat pul bermay qo'ydi deb tushunadi. Aslida esa ko'p hollarda sabab hujjatdagi xato vaqtida xabar bermaslik, yashash joyi o'zgargani, bank kartasi muammosi, nogironlik muddati tugagani yoki ortiqcha to'lov aniqlangani bo'ladi. Bugun men bularning hammasini oddiy tilda, aniq misollar bilan tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta mayda xato tufayli odam bir necha oy pensiyasiz qolishi, keyin idora yurib ovora bo'lishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bu kabi tushuntirishlar aynan oddiy odamlar o'z haq-huquqini bilishi uchun tayyorlanadi. Avval qanday edi? Oldin pensioner pensiyaga chiqqandan keyin ko'pchilik endi har oy avtomatik tushaveradi deb o'ylardi. Haqiqatan ham ko'p hollarda pensiya bank kartasiga yoki naqd shaklida belgilangan muddatlarda berilardi. Odam bir marta hujjat topshiradi, pensiya tayinlanadi, keyin yillar davomida olaveradi. Lekin bu hech qachon tekshirilmaydi degani emas. Endi nima o'zgardi? So'nggi yillarda ko'plab ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshiriladigan bo'ldi. Ya'ni pensiya tizimi endi faqat qog'oz hujjatga qarab ishlamaydi. Fuqaroning yashash joyi, vafot etmagani, nogironlik muddati ishga kirgani, chet elga chiqib ketgani, bank kartasi holati, nafaqa yoki pensiyaga ta'sir qiladigan boshqa ma'lumotlar davlat idoralari bazalaridan solishtiriladi. Bu bir tomondan yaxshi, odam ortiqcha hujjat ko'tarmaydi. Lekin ikkinchi tomondan, agar bazada xato bo'lsa yoki fuqaro vaqtida ma'lumot bermasa, pensiya to'xtab qolishi mumkin. Masalan, avval ayrim hollarda bir odam vafot etganidan keyin ham uning kartasiga 1-2 oy pul tushib turgan. Qarindoshlari bu pulni yechib olgan holatlar bo'lgan. Keyin tekshiruvda bu ortiqcha to'lov deb topiladi va qaytarish talab qilinadi. Yoki nogironlik pensiyasi olayotgan fuqaroning tibbiy ko'rikdan o'tish muddati tugaydi. U vaqtida ko'rikdan o'tmaydi. Tizim esa nogironlik tasdiqlanmagan deb pensiyani to'xtatadi. Yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan talaba o'qishni to'xtatadi. Lekin bu haqda xabar bermaydi. Keyin ortiqcha olingan summa qaytarilishi kerak bo'ladi. Shuning uchun bugungi mavzu qo'rqitish uchun emas. Men maqsadim odamlarni vahimaga solish emas, balki kimning holatida xavf bor, kim xavotir olmasa ham bo'ladi. Qanday qilib pensiyani himoya qilish mumkinligini tushuntirish. Birinchi navbatda yoshga doir pensiya olayotganlar haqida gaplashamiz. Agar siz belgilangan yoshga yetib, mehnat tajingiz asosida pensiya olayotgan bo'lsangiz, odatda pensiyangiz doimiy to'lanadi. Lekin bu to'lov ham ayrim sabablar bilan vaqtincha to'xtashi mumkin. Masalan, siz uzoq muddat pensiyani olmasangiz, bank kartangiz blok bo'lsa, hujjatlaringizda ziddiyat paydo bo'lsa, yashash joyingiz bo'yicha ma'lumotlar mos kelmasa yoki sizning nomingizdan boshqa odam pul olayotgani bo'yicha shubha tug'ilsa, pensiya jamg'armasi qo'shimcha tekshiruv o'tkazishi mumkin. Oddiy misol. Toshkent viloyatida yashaydigan 68 yoshli otaxon har oy 20.500.000 so'm pensiya oladi. U kasalligi sababli 4 oy davomida kartdan pul yechmaydi, bankka ham bormaydi. Qarindoshlari esa kartada turaversin deb o'ylaydi. Ayrim holatlarda tizim bunday passivlikni tekshiruvga sabab sifatida ko'rishi mumkin. Pensiya butunlay bekor bo'lmaydi, lekin fuqaroning o'zi tirikligi, yashash joyi, kartadan foydalanish huquqi tasdiqlanishi talab qilinishi mumkin. Demak, agar pensioner o'zi yura olmasa, yaqinlari qonuniy ishonchnoma qilib pulni olish tartibini to'g'ri yo'lga qo'yishi kerak. Ikkinchi guruh, nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi olayotganlar. Bu yerda eng katta xavf muddati bor tibbiy xulosalarda. Ba'zi nogironliklar muddatsiz belgilanadi. Bunday holatda odam har yili qayta ko'rikdan o'tmasligi mumkin. Lekin ko'pchilikda nogironlik 1 yilga, 2 yilga yoki ma'lum muddatga belgilanadi. Muddat tugagan kuni pensiya avtomatik davom etadi deb o'ylash xato. Agar tibbiy ijtimoiy ekspertiza nogironlikni uzaytirmasa yoki fuqaro vaqtida ko'rikdan o'tmasa, to'lov to'xtatilishi mumkin. Misol keltiraman. 5 yoshli ayol 2 guruh nogironlik pensiyasi oladi. Oyga 1.200.000 so'm. Uning nogironlik muddati 20 kuni tugaydi. U keyinroq boraman deb aprel oxirida ko'rikka boradi.
Agar shu davrda nogironlik tasdiqlanmagan bo'lsa, martdan keyingi to'lovlar to'xtashi mumkin. Agar komissiya keyin nogironlikni uzaytirsa, hujjatdagi sanaga qarab to'lov tiklanadi. Lekin kechikish sababli odam 2 oy pulsiz qolishi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman. Nogironlik muddati tugashidan kamida 1 oy oldin poliklinika, shifokorlar zarur tahlillar va komissiya masalasini boshlash kerak. 3-guruh boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladiganlar. Bu pensiya odatda vafot etgan shaxsning qaramog'ida bo'lgan oila a'zolariga beriladi. Voyaga yetmagan bolalar, ayrim holatlarda kunduzgi ta'limda o'qiyotgan talabalar. Mehnatga layoqatsiz oila a'zolari. Bu yerda juda muhim nuqta bor. Bola 18 yoshga to'lganda yoki talaba o'qishni tugatganda, akademik ta'tilga chiqqanda, o'qishdan chetlatilganda. Nikoh yoki ish bilan bog'liq holatlar paydo bo'lganda to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, otasi vafot etgan 19 yoshli yigit universitetda kunduzgi bo'limda o'qiydi va boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Oyiga 30 ming so'm tushadi. Ikkinchi kursda u o'qishni tashlab ishga kiradi, lekin pensiya jamg'armasiga xabar bermaydi. Tizim bir necha oy keyin buni aniqlasa, o'sha davrda ortiqcha to'langan 900 mingdan 4 oy bo'lsa, 3 million 600 ming so'mni qaytarish talab qilinishi mumkin. Ko'pchilik men bilmagan edim deydi. Lekin qonunda shunday majburiyat bor. Pensiyaga ta'sir qiluvchi o'zgarish haqida xabar berish kerak. 4-guruh chet elga uzoq muddat ketayotgan pensionerlar. Bu ham juda nozik masala. Ba'zi odamlar Rossiya, Turkiya, Qozog'iston yoki boshqa davlatga bolalarining oldiga ketadi. 3 oy, 6 oy, 1 yil yashab keladi. Pensiya kartasiga tushib turadi. Odatda yoshga doir pensiya odam chet elga chiqqani uchun avtomatik bekor bo'lib ketmaydi. Lekin doimiy yashash uchun ketish, konsullik ro'yxati, bank amaliyotlari, ishonchnoma, shaxsni tasdiqlash kabi masalalar paydo bo'lishi mumkin. Agar shaxsning O'zbekistondagi yashash manzili, pasport ma'lumotlari yoki bank kartasi bilan bog'liq muammo chiqsa, to'lov vaqtincha to'xtashi ehtimoli bor. Misol 72 yoshli ona o'g'lining oldiga Moskvaga ketdi. Kartasi O'zbekistonda kelinda qoldi. Kelin har oy pulni yechib turdi. Agar bu holat qonuniy ishonchnomasiz bo'lsa, keyin savol tug'iladi. Pulni haqiqatan pensionerning o'zi oldimi? Rozilik bormi? Pensioner tirikmi? Majburlash yo'qmi? Bunday muammolarni oldini olish uchun ishonchnoma, bank vakolatnomasi, aloqa ma'lumotlari tartibli bo'lishi kerak. 5-guruh ishlayotgan pensionerlar. Ko'pchilik savol beradi. Men pensiyada bo'lsam ham ishlasam, pensiyamni olib qo'yishadimi? Umumiy holatda yoshga doir pensiya olayotgan odam ishlasa, pensiyasi butunlay olib qo'yilmaydi. Lekin ayrim turdagi nafaqalar, ustamalar, kompensatsiyalar, nogironlik bilan bog'liq to'lovlar yoki ijtimoiy yordamlar daromad, ish holati, boshqa to'lovlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir to'lov turini alohida tekshirish kerak. Odam qo'shnim ishlayapti, unga bo'ldi, menga ham bo'ladi deb xulosa qilmasligi kerak. Sizning pensiyangiz turi, stajingiz, nogironlik guruhi, ustama, imtiyoz va oilaviy holatingiz boshqacha bo'lishi mumkin. 6-guruh ortiqcha to'lov aniqlanganlar. Mana shu holat odamlarni eng ko'p qo'rqitadi. Pensiya o'lib qo'yildi degan gap ko'pincha aslida oldin ortiqcha to'langan sum ushlab qolinmoqda degani bo'ladi. Masalan, fuqaroga oyiga 2 million so'm o'rniga xatolik bilan 2 million 300 ming so'm to'langan. Bu 10 oy davom etsa, 3 million so'm ortiqcha to'lov chiqadi. Keyin tizim buni aniqlaydi va pensiyadan ma'lum qismi ushlab qolinishi mumkin. Fuqaro esa pensiyam kamayib qoldi deydi. Sababini bilish uchun albatta hisob-kitob varaqasini so'rash kerak. Bu yerda muhim farq bor. Agar xatolik idora tomonidan bo'lgan bo'lsa, agar fuqaro yolg'on hujjat bermagan bo'lsa, agar ataylab yashirmagan bo'lsa, undirish tartibi boshqacha ko'rilishi mumkin. Lekin agar odam noto'g'ri ma'lumot bergan, hujjatni yashirgan, vafot etgan odam nomidan pul olgan, o'qishni tashlagani bildirmagan bo'lsa, unda ortiqcha to'lovni qaytarish talabi jiddiy bo'ladi. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi joy. Pensiya to'xtatilishi va pensiya bekor qilinishi bir xil narsa emas. To'xtatilish vaqtinchalik bo'lishi mumkin. Masalan, hujjat yangilanmadi, nogironlik ko'rgi o'tilmadi, talabalik ma'lumotnomasi topshirilmadi. Bank kartasi muammosi bor. Bunday holatda muammo bartaraf qilinsa, to'lov qayta tiklanadi. Bekor qilinish esa huquqning tugaganini bildirishi mumkin. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasiga asos bo'lgan holat yo'qoldi yoki nogironlik guruhi olib tashlandi. Ikkinchi nozik joy, bank kartasiga pul tushmagan bo'lsa,
Bu har doim pensiya jamg'armasi aybdor degani emas. Ba'zan bank kartasi muddati tugagan bo'ladi, ba'zan karta bloklangan bo'ladi, ba'zan SMS kelmaydi, lekin pul hisobda turadi. Ba'zan fuqaroning bankdagi pasport ma'lumoti eski bo'ladi, yangi ID karta bilan mos kelmaydi. Shuning uchun birinchi qadamda bankdan hisob holatini tekshirish kerak. Bank bizda pul kelmagan desa, keyin pensiya jamg'armasiga murojaat qilinadi. Uchinchi nozik joy, propiska yoki yashash joyi. Odam bir tumandan boshqa tumanga ko'chadi, lekin pensiya hujjatlarini ko'chirish masalasini o'ylamaydi. Hozir ko'p narsa elektron bo'lsa ham, amaliyotda yashash manzili, hududiy bo'lim, bank filiali, yetkazib berish tartibi muhim bo'lishi mumkin. Ayniqsa naqd shaklda oladiganlar uchun. Agar siz boshqa viloyatga ko'chgan bo'lsangiz, o'zi bilib oladi deb kutmang. Yangi manzil bo'yicha pensiya jamg'armasiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. 4-nozik joy, ishonchnoma. Ko'p oilalarda pensioner yura olmaydi, kartasini farzandiga beradi. Men buni hayotda juda ko'p ko'rganman. Oilada ishonch bor, muammo yo'qdek tuyuladi. Lekin huquqiy tomondan karta egasining roziligi, ishonchnoma, bank qoidalari bo'lishi kerak. Ayniqsa pensioner hushyorligi pasaygan, kasal yotoqda bo'lsa, keyin qarindoshlar o'rtasida nizo chiqishi mumkin. Bitta farzand onamning pensiyasini akam olib yegan deb shikoyat qiladi. Shunda hujjat bo'lmasa, muammo kattalashadi. Shuning uchun yura olmaydigan pensionerlar uchun notarial ishonchnoma yoki qonuniy vakillikni to'g'ri rasmiylashtirish kerak. 5-nozik joy, vafot etgan pensionerning pensiyasi. Agar pensioner vafot etsa, yaqinlari bu haqda tegishli tartibda xabar berishi kerak. Kartaga tushibdi, demak olsa bo'ladi degan fikr juda xavfli. Vafot sanasidan keyingi to'lovlar qonuniy asosga qarab qayta hisoblanadi. Dafn puli olinmay qolgan pensiya, meros tartibi kabi alohida qoidalar bor. Lekin vafot etgan odam nomidan kartadan pul yechish keyin jiddiy savollar tug'dirishi mumkin. To'g'ri yo'l o'lim haqidagi guvohnoma bilan murojaat qilish, olinmay qolgan pensiya bo'lsa, qonuniy tartibda rasmiylashtirish. 6-nozik joy, hujjatlardagi ism familiya xatolari. Masalan, mehnat daftarchasida Abdullayev, pasportda Abdullayev, bitta arxiv hujjatida esa Abdullayev yozilgan. Yoki tug'ilgan sana bir joyda 1928 yil, boshqa joyda 1929 yil bo'lib qolgan. Yoshga doir pensiyada bunday xatolar pensiya miqdoriga ham, staj tasdig'iga ham ta'sir qilishi mumkin. Oldin pensiya tayinlangan bo'lsa ham, keyingi qayta hisoblashda, staj qo'shishda, ustama so'rashda xato yuzaga chiqadi. Shuning uchun hujjatlar bir-biriga mos bo'lishi kerak. 7-nozik joy, mehnat staji va arxiv ma'lumotlari. Ba'zi odamlar men 35 yil ishlaganman deydi, lekin hujjatda 28 yil tasdiqlanadi. Pensiya miqdori tasdiqlangan stajga qarab hisoblanadi. Agar keyin arxivdan qo'shimcha 5 yil topilsa, qayta hisoblash so'rashingiz mumkin. Lekin agar oldin noto'g'ri staj kiritilgani aniqlansa, aksincha pensiya qayta ko'rib chiqilishi ham mumkin. Demak, stajni og'zaki emas, hujjat bilan himoya qilish kerak. 8-nozik joy, oilaviy nafaqalar va pensiyani aralashtirib yuborish. Ba'zi odam pensiyamni olib qo'yishdi deydi. Aslida esa kam ta'minlangan oilaga beriladigan nafaqa to'xtagan bo'ladi. Pensiya, nafaqa, kompensatsiya, moddiy yordam. Ustama bularning har biri alohida to'lov turi. Sababi ham, hujjati ham, muddati ham boshqa. Shuning uchun pul tushmasa, eng avvalo qaysi to'lov tushmaganini aniqlash kerak. Yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi, bolalar nafaqasimi yoki kompensatsiyami? Endi eng muhim qism, agar pensiyangiz tushmay qolsa yoki kamayib qolsa, nima qilasiz? Men uni ketma-ketlikni aytaman. Birinchi qadam, vahima qilmang va og'zaki gaplarga ishonmang. Hamma pensionerlarning puli olib qo'yilyapti. Endi ishlaganlarga pensiya berilmas ekan, chet elga chiqqanlarning pensiyasi to'xtar ekan degan gaplar ko'pincha noto'g'ri talqin bo'ladi. Siz o'z holatingiz bo'yicha rasmiy javob olishingiz kerak. Ikkinchi qadam, bankni tekshiring. Kartangiz muddati tugamaganmi? Bloklanmaganmi? Hisobga pul kelganmi? SMS xizmati ishlayaptimi? Yangi pasport ma'lumotingiz bankda yangilanganmi? Bularni aniqlang. Bankdan hisob bo'yicha ma'lumotnoma yoki kamida og'zaki izoh oling. Agar bank pensiya jamg'armasidan pul kelmagan desa, keyingi qadamga o'ting. 3-qadam. Tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, bank kartasi rekvizitlari, pensiya daftarchasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi hujjatlar. Agar nogironlik bo'lsa, tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi. Agar boquvchisini yo'qotganlik bo'lsa, o'lim guvohnomasi va qarindoshlik hujjatlari
Talaba bo'lsa o'qish joyidan ma'lumotnoma olib boring. 4-qadam, yozma ariza bering. Faqat og'zaki so'rash bilan cheklanib qolmang. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin: menga tayinlangan pensiya to'lovi falon oydan beri tushmayapti yoki miqdori kamaygan. To'lov to'xtatilishi yoki kamaytirilishi sabablari. Hisob kitob asoslari: agar ortiqcha to'lov ushlab qolinayotgan bo'lsa, uning miqdori va davri haqida yozma tushuntirish berishingizni so'rayman. Arizadan nusxa oling, qabul qilingan sana va raqam qo'ydiring. 5-qadam. Agar nogironlik muddati bilan bog'liq bo'lsa, darhol poliklinikaga boring. Kerakli shifokorlar ko'rigidan o'ting. Tahlillarni topshiring, tibbiy hujjatlarni tayyorlang. Nogironlik uzaytirilgan bo'lsa, xulosa pensiya jamg'armasiga yetib borganini tekshiring. Ba'zan komissiyadan o'tdim deb yuriladi, lekin ma'lumot tizimga tushmagan bo'ladi. Natijada pul kechikadi. 6-qadam, agar o'quvchining yo'qotganlik pensiyasi bo'lsa, talabalik ma'lumotnomasini yangilang. Kunduzgi bo'limda o'qiyotganingizni tasdiqlovchi hujjat kerak bo'lishi mumkin. Agar o'qishdan chetlatilgan bo'lsangiz yoki sirtqi ta'limga o'tgan bo'lsangiz, bu to'lovga ta'sir qilishi ehtimoli bor. Buni yashirmang, chunki keyin ortiqcha to'lov chiqsa, baribir qaytarish masalasi keladi. 7-qadam, agar ortiqcha to'lov deyishsa, hisob kitobni talab qiling. Qaysi oydan qaysi oygacha, necha so'mdan, nima sababdan ortiqcha to'langan. Fuqaro sifati siz buni bilishga haqlisiz. Agar rozi bo'lmasangiz, yuqori turuvchi pensiya jamg'armasi boshqarmasiga, Davlat xizmatlari markaziga MyBonk.gov uz orqali elektron murojaatga yoki sudga murojaat qilish imkoniyatingiz bor. Lekin avval barcha hujjatlarni yig'ing. 8-qadam, ishonchnoma masalasini tartibga soling. Agar pensioner o'zi bora olmasa, notarius orqali ishonchnoma rasmiylashtiring. Agar u og'ir kasal bo'lsa, notariusni uyga chaqirish imkoniyatini so'rang. Bankdan ham vakil orqali pul olish tartibini aniqlang. Kartani shunchaki boshqa odamga berib qo'yish xavfli. 9-qadam, hujjatlaringizni alohida papkada saqlang. Pasport nusxasi, pensiya tayinlash haqidagi qaror, mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotlari, nogironlik xulosasi, bank rekvizitlari, arizalar nusxasi, javob xatlari hammasi bir joyda bo'lsin. Men amaliyotda ko'p ko'rganman, odam haqli bo'ladi, lekin hujjatini topolmagani uchun oylar davomida isbotlay olmaydi. 10-qadam, har qanday o'zgarishni vaqtida bildiring. Manzil o'zgarsa, pasport almashtirilsa, bank karta yangilansa, nogironlik muddati tugasa, talabalik holati o'zgarsa, chet elga uzoq muddat ketilsa, pensioner vafot etsa, bularni keyin bilib olishadi deb qoldirmang. Vaqtida xabar berish sizni ortiqcha qarz, asab, navbat va sudlashishdan asraydi. Endi kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar siz yoshga doir pensiya olsangiz, hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, yashash joyingiz bo'yicha muammo bo'lmasa, ortiqcha to'lov yoki yolg'on ma'lumot holati bo'lmasa, pensiyangizni hech kim shunchaki sababsiz olib qo'ymaydi. Pensiya qonun bilan berilgan huquq, lekin huquq bor ekan. Uni tasdiqlovchi tartiblar ham bor. Shu tartiblarga amal qilsangiz, xavotir kamayadi. Kimlar albatta tekshirish kerak? Nogironlik muddati yaqinlashganlar, berib davragan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan o'rindagi yoshga yaqin bolalar va talabalar, uzoq muddat chet elda yurganlar, pensiyasi birdan kamayganlar, bank kartasi boshqa odam qo'lida bo'lganlar, hujjatlarda ism, familiya yoki sana xatolari borlar, mehnat staji bo'yicha nizoli holati borlar. Mana shu toifalar bugun hujjatlarini ko'rib chiqsin. Yana bir muhim maslahat: telefon orqali kelgan noma'lum odamlarga ishonmang. Pensiyangiz to'xtab qolmasligi uchun karta raqamingizni, kodni, SMS parolni ayting desa, bu firibgar bo'lishi mumkin. Pensiya jamg'armasi yoki bank xodimi sizdan SMS kod so'ramaydi. Pensionerlar ayniqsa ehtiyot bo'lishi kerak. Pensiya masalasi bilan qo'rqitib, kartadagi pulni yechib oladigan firibgarlar ham uchraydi. Demak, azizlar, pensiya shunchaki o'lib qo'yilmaydi. Har bir to'xtatish, kamaytirish yoki ushlab qolish o'rtada ma'lum sabab bo'lishi kerak. Hujjat muddati, nogironlik ko'rigi, talabalik holati, ortiqcha to'lov, bank muammosi, yashash joyi, ishonchnoma yoki boshqa rasmiy asos. Eng to'g'ri yo'l sababni yozma ravishda aniqlash. Hujjatlarni to'plash va o'z vaqtida murojaat qilish. Men sizlardan so'rayman, agar sizda yoki yaqinlaringizda pensiya tushmay qolgan, kamaygan yoki qayta hisoblangan holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi viloyat? Qaysi to'lov turi? Nima sabab deyishdi? Tajribangiz boshqalarga ham foyda beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qo'shnilaringizga, pensioner tanishlaringizga yuboring.
Chunki bitta to'g'ri ma'lumot kimdir pensiyasi qo'lishdan, kimnidir ortiqcha qarzga kirishdan, kimnidir firibgarlardan himoya qilishi mumkin.